Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Ən aldı bilan xəbərlərimizdən qısqaça məzmununa göz ataylı. Xitayning birləşmə təsir hərəkəti Amerika cəmiyyətini qalayimqan qilishni ko'zlamoqda ekan. Amerika İslam münasibətləri kengashi Xitoy hukumatini ayıplagan. Xitoy Yevropa münasibati Beyjingning hərəkətiga qarab belgilendi ekan. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Ən yeni aqıllar Amberning doklatiga qaraganda, Xitoyning birləşmə aldınqı sepi təsir hərəkəti Amerika cəmiyyətini qalayimqan qilishni ko'zlamoqda ekan. Washington vaqti xabar torining 14 aprel kunidagi xabarida aytilishicha, yangi aqıllar Amberning doklatiga qaraganda, Xitoy Kompartiyasi birləşmə aldınqı xizmat bölümü deb bilingan partiya organining hərəkəti orqali Amerika va G'arb jamiyatiga sistemlik turda buzg'unchilik qilish uchun tirishmoqda ekan. Sabiq Hong Kong saqchi axborot xodimining dokladida Xi Jinping davrida ag'durumchilik harakatlari ortishining Nipak uruqi chechish nomidagi burunqi bir strategiyaga tayinlanganligi aytilgan. Markaziy Washingtonga joylashgan James Owen fondi jamiyatining dokladiga asoslanganda, bu strategiya dushmanlar orasida bevosita to'qinishsiz ichki talash tortishni kuchaytirdi ekan. Tashqi jazolar ag'durumchilik bilan shug'ullanayotgan Xitoy hukumat organlariga nisbatan masalani hal qila olmaydi ekan. Eng unumli qalqon bo'lgan Amerika va boshqa g'arb jamiyatlarining o'rtaq demokratik qimmat qarashi Xitoy faoliyatining passiv ta'siriga qarshi turishdagi unumli usul hisoblanadi ekan. Beyjingning Amerikaga qaratgan ta'sir harakati kishilarning diqqatini Xitoyning ichki qismidagi bostirishdan yiroqlashtirishga, shundaqla chet eldagi Xitoy o'qituvchilariga Hong Kong, Tibet va atalmish Shinjongdagi Xitoy malmonchilik deb atalgan manbalarga besim qilishga urinadi ekan. Dokladda Amerika davlatlik josuslikqa qarshi turish va bexatarlik organining yaqinga ogohlantirishi, Xitoy hukumatining nishonini amalga oshirish uchun loyihalangan ta'sir harakatlari orqali davlat va yerlikdagi Amerika hukumat amaldorlarini nishonlaganligi o'ttirg'a qo'yilgan. Josuslikqa qarshi turish doklati 2022 yil 7 oyda e'lon qilingan bo'lib, Xitoyning birlashma fronti xizmat bo'limi tijoratiga ko'plab mablag' soldiganligi o'ttirg'a qo'yilgan. Ularning nishoni Washingtondagi federativ hukumat amaldorlarini o'z ichiga oladi ekan. James Owen fondi jamiyatining dokladida Xitoy hukumatining chet el jamiyatlariga ta'sir ko'rsatish uchun texmo tashabbuskorlik bilan ko'rsatgan tashviq qilish tirishchanligi Xitoy Kompartiyasining 1921 yili qurilgandan keyingi dastlabki kunlaridan boshlab borliqqa kelgan birlashma oldingi xizmat bilan munosabatlik ekan. Amerika va G'arb jamiyatining bu shaklda buzg'unchilikqa uchrashi Rossiyaning siyosiy buzg'unchiligiga o'xshash sistemlik yoki unumlik emas. Ammo Xitoy Xalq Jumhuriyati Nipak uruqlarini chechish strategiyasidan foydalanib, Amerika hukumatiga besim ishlatishning foydasini ko'rsa, uni texmo unumlik yo'lga qo'yishni bilib olaydi deyildi. Xitoy hukumatining Amerika va G'arb davlatlariga hujum qilish faoliyatlari intayin muhim. Ularning bu jamiyatlarni og'ir darajada qalayimqonlashtirish yoshirin kuchi bor. Birləşmə aldınqı sep hareketi Xitoy Kompartiyasining bir partiya hokimiyatini davomlashtirish va yumshoq kuch orqali chet el hukumatlariga ta'sir ko'rsatishdan iborat qo'sh rol o'ynaydi ekan. Birləşmə aldınqı sep xizmat bo'limidan boshqa ag'durumchilikqa qatnashgan Xitoy organlari, Ma'rif ministerligi va universitetlardagi partiya komitetlari, mamlakatlar xalq qurultiyi, chet eldagi Xitoy ishlari komiteti, Xitoy xalq maslahatchilar komiteti, Hong Kong, Tayvan, Omin va chet eldagi Xitoy komiteti, Xitoy Jigong partiyasi, chet eldagi Xitoylarning Xitoy Federatsiyasi va Tashqi ishlar ministerligini o'z ichiga oladi ekan. Xitoyning ta'sir ko'rsatish harakati oldi bilan Sovet ittifoqi, undan Rossiya qo'llangan harakatlardan ilhom olgan bo'lib, texmo murakkab ekan. Dokladda Xitoy Kompartiyasining Marksizm-Leninizmning yadroliq ideologiyasi bo'yicha harakat qilganligini o'ylash kerak deb xulosa chiqarilgan. Va Xitoyning birlashma oldingi saf harakatiga qarshi turmasa, faoliyati erkin va ochiq jamiyatni ojizlashtiradi deyilgan. Tajovuzchi Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy musulmonlarning Ramazon oyidagi ibodatlarini cheklash maqsadida josuslik qilganligi oshkorlangandan keyin Amerika İslam münasibətləri kengashi Xitoy hukumatini aybladi. UPI xabar torining 13 aprel kunidagi xabarda Erkin Osiyo radiosi Xitoyning Sharq Turkistondagi musulmonlarning Ramazon oyidagi ibodatlarini kuzatish uchun josuslik qilganligi, natijada 54 nafar begunoh Uyg'urni qonunga xiloflik qilib Ramazon tuti deb tutqun qilganligini xabar qilgandan keyin Amerika İslam kengashining ijroiya direktori Edward Ahmad Mitchan bayonot e'lon qilib, Xitoyning Ramazon oyida musulmonlarning ibodatlarini cheklash maqsadida josuslik qilishi
Sharq Turkistondagi musulmonlarning insonlik g'ururini dafsanda qilish va diniy erkinligiga aloqador xalqaro qonunga xiloflik qilish qilmishidan iborat. Xitoy Kompartiyasi islom bilan bo'lgan urushni oxirlashtirish kerak dedi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti o'tgan yili avgust oyida Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga inson haqlari dafsanchiligi yurgizilayotganligini to'g'rilagan dokladni o'tirg'a qo'ydi. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Rossiya Bolalar haqlari komissari Mariya Lvova-Belova haqida tutish buyrug'i chiqargandan keyin Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasini Xitoy katibashi Shi Jinpingni qo'lga olishga chaqirdi deyildi. Yevropa Ittifoqi siyosiy ishlar xodimining aytishicha, Xitoy-Yevropa munosabati Beyjingning harakati tarafidan belgilandi ekan. Yahoo xabarlarining 16 aprel kunidagi xabariga qaraganda, Yevropa Birligi tashqi siyosat xodimining yakshanba kunidagi bayonotida aytilishicha, Tayvanga aloqador ishlarni o'z ichiga olgan Xitoy bilan Yevropa Birligining munosabati Beyjingning muomalasiga qarab belgilandi ekan. Yevropa Ittifoqining yuqori darajalik vakili Josep Borrell Yaponiyadagi G7 tashqi ishlar ministrlari yig'inining boshlanishida so'zlagan nutqida 3 kunlik yig'ilishdan ilgari diqqat qiladigan ikki temani, ya'ni Xitoyga bir tutash yaqinlashish va Tayvan haqidagi andishalarini gavdalantirgan. Dunyoning taraqqiy qilgan demokratik davlatlarining tashqi ishlar ministrlari Yaponiyaning ta'til o'tkazish rayoni Karuizawa oromgohida uchrashdi ekan. Yaponiya davlatlar orasidagi Osiyo qit'asidagi davlat bo'lib, Xitoyning bu rayondagi kuchayishidan andish qiladi ekan. Tayvanga qarshi harbiy harakat olib berish ehtimolligiga alohida ahamiyat berilgan. Josep Borrell Xitoy bilan ochiq-oshkora munosabat qilish kerakligini, Xitoyning hamkorlashquchi, raqobatchi, sistemlik raqib ekanligini, Xitoyning harakatlarining Yevropaning bu uchidan birini tanlashda ochqishliq rol o'ynaydiganligini aytgan. İsmini oshkorlashni xohlamaydigan bir diplomatiya ministrligi amaldorining aytishicha, diplomatiya ministrlarining yakshanba kuni kechda o'tkazgan ministrlar yig'inidagi suhbatning mazmuni Xitoyga qaratilgan. Amerika davlat ishlari kotibi Antony Blinken Vyetnamda Vyetnam bosh ministri Pham Minh Chinh bilan ko'rishganda, Washington Xitoyga taqobil turish uchun Vyetnam bilan ittifoqdoshlikni mustahkamlashni, ikki taraf munosabatni cho'nqurlashtirish orzusini ifodalagan. Germaniya tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock G7 a'zolari orasidagi ittifoqlikni gavdalantirishga tirishib, demokratik davlat bo'lish sifatimiz bilan dunyodagi sheriklarimiz va do'stlarimiz bizga ishonganda, biz mustabid kuchlar bilan sistemlik raqobatda muvaffaqiyat qozonamiz. Ixtiloflarning echilishidan saqlanishimiz kerak degan. O'zimizga ega chiqmasak va ko'ngil bo'lmasak, hech kim bizga parvo qilmaydi. Hammamiz o'z iqtidorimiz va kollektiv millat bo'lish sifatimiz bilan vatanimizni ishg'oliyatchidan qutuldirish uchun va mustaqilligimizni asliga keltirish uchun izchil harakat qilishimiz kerak. Bizdan ilgida qo'rqayotgan dushmandan biz aslo qo'rqmasligimiz kerak. Biz cho'qim jasur bo'lishimiz kerak va paytni chang tutib, ishg'olchi Xitoyga qarshi izchil kurash qilishimiz kerak. Biz dunyoga shuni qayta-qayta ta'kidlashimiz kerakki, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish bizning bir millat sifatida mavjud bo'lib turishimizning birdan-bir yo'li. Allohning ruxsati bilan ajdodlarimizdek biz bu tarixiy dushmanni yengib, vatanimizdan qo'g'lab chiqarib, milliy izzat hurmatimizni, milliy vijdonimizni va milliy mustaqilligimizni asliga keltiramiz. Biz shuningga ishonishimiz kerak va umidsizlanmay, armay talmay imkon qadar kurash qilishimiz kerak. Biz cho'qim qutulamiz. Sharq Turkiston qaytadan mustaqil bo'ladi. Yashasin Sharq Turkiston. Salih Xudoyor. Bugungi xabarlarimizning oxirisiga keldik. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.